Ota-ona yo'qmi bolam? Ular emas, muhtaram qozi. Men da'vogarman. Qo'shnimiz jonivorlarga zarar yetkazgani borasida shikoyat qilmoqchiman. Xo'sh, shikoyating nima ekan? Gapirchi. Hayvonlar suvsiz qolmasin, bizga o'xshab toza suv ichsin deb shamolni yordami bilan bir uskuna tegirmon qurgandim. Qo'shnilar nima qildi? O'sha qurilmayni buzishdimi? Yo'q, lekin bog'imiz tomon keladigan shamolni yo'lini to'sib qo'yishdi. Qo'shningiz shamol yo'lini qanday to'sibdi o'g'lim? Qo'shnimiz Mohiya xola quyoshdan saqlanish uchun hovlisiga chodir o'rnatdi. Lekin soya qiladigan bu chodir qo'shnini haqqiga zarar beradigan darajada qurilgan. Chodir bizni hovliga keladigan shamolni yo'lini to'sib qo'ygan. Shu bois shikoyat qilaman. Chodirni yig'ib olsin. Haqsan o'g'lim. Qo'shnilarning bir-birida haqqi bor. Biri ikkinchisining shamol yo'lini to'sa olmaydi. Bir-biriga ma'naviy zarar beradigan ishlar ham qila olishmaydi bolam. Albatta shunday afandim. Hatto uylarning devorlarini ham qo'shnisining ruhiyatiga yomon ta'sir qiladigan rangga bo'yashmaydi. Zudlik bilan hovlidagi chodir yig'ib olinsin. Juda to'g'ri hukm chiqardingiz, muhtaram qozi. Agar xato qilganingizda sizni ham ustingizdan shikoyat qilardim. Ya marhaba.